Hop, 3 ga 1.75, chuqurligi 80 santimetrlik basen. Ustanov kazalar. Bu narsani nimadir so'rashadi? Hech narsa yo'q. Shunchaki ushlab turish uchun kerak bo'ladi. Oyoqlarni chiqarib oldik. Endi qaranglar. Yon tarafda mana past va tepa tarafda oyoqlarda o'sha 3 qismga bo'linadi. Mana 3 qismga bo'linadi. D, E, F. D, E, F. Bir-biriga ulab turib shuni mana shu joyga tiqasizlar. 3 qismga bo'linadi. Ikkita kalta, bitta o'rtada uzun. Mana ichiga joylab olamiz. Bunga e'tibor beradigan tarafi, agar siz bu tarafni pastki qismiga F, E, D qilib shu holatda tiqsangiz, narigi tarafga xuddi shuni teskari holatda tiqasiz. Mana ikkita bor bizda bunda. Mana. Turbadagi teshiklarni mana shu materialdagi teshik bilan bir xil qilib qo'yasizlar, chiqarib qo'yasizlar shu. Bu joyga oyoqlarni tiqiladi. Mana bunda mana teskarisi bo'ladi. F harfi bu tarafga ketyapti. F harfi bunda bu tarafda turibdi. F bunda bu tarafda. Xo'p, ABC. Yon tarafida endi shunchaki o'sha alifboga qarab to'g'rilaymiz. Burchakka A o'rtaga B, narigi burchakka S. Shunchaki shu yerdan tiqib qo'ysak bo'ldi. Bunda ham xuddi shunaqa teshigiga materialni teshik bilan turbadagi teshikni bitta qilib qo'yamiz. Endi burchaklarni o'rnatib chiqamiz. Burchaklarni shunchaki tiqib qo'ysak bo'ldi. İçidan mana shunaqa matolari chiqadi. Bitta korobkada alohida. Biz hozir korobkadan ochib oldik. Mana. Temirga tiqib olasizlar oldin. Ishlaring osonlashadi. Mana qarang. O'rtasi yirtilgan tarafi bor, plotniy tarafi bor. Mana shu plotniy tarafini shu oyoqqa, basenimiz oyog'iga tiqib olasizlar. Shu holatda tiqib olib, endi qarang. Teshikka tiqib olamiz. Mana shu joyda bosadigan joy bo'ladi. Shuni bosib, tepa qismini kirgizib olamiz. Past qismi qolaveradi. Mana oyoqlarni tiqib oldik. Mana materiallarni ham tiqib chiqdik. Endi basenni tikkalaymiz va mana bu kaltagini materialga tiqib basenga ulaymiz. Ko'tarib olamiz. Mana ichida e'tibor qilinglar, matosi bo'ladi. Mana ichida matosi bo'ladi. Ikkosini birgalikda oddiy narsa. Tiqamiz.
shunga yana nima xuddi shu tartibda hammasini chiqaramiz. Hozir buni mana shu tomoni, mana shu teshigi bor tomoni oldi hisoblanar ekanda, to'g'rimi? Rangli taraf. Buni vazifasi nima? Buni vazifasi ustiga tent yopilganda, tentni ipi bo'ladi. Shu ipni shunga bog'lab qo'yish uchun. Ha, tushunaman.